Kullerlarimiz 800 ming so'mdan boshlanadi. Mana ko'rib turibsizlar, xilma-xillari bor, puliga qarab, o'ziga qarab 800 mingdan boshlanadi. Mana shunaqa mazza qilib, xohlasangiz muzli suv, xohlasangiz iliq suv ichaverasiz. Joningiz sog' bo'lsin. O'zing tikka turib ishlaying deb hozir gapirib yormanglar. Mana shu kir mashinalar ham 2 million 400 ming so'm, 6 kilolik avtomat, ranglari go'zalidan 3 yil servisiga garantiyasi bor, 10 yil motoriga. Nima deyapti? Narxlar nima bunaqa arzon? Immer konditsionerlar o'tgan yil ham 4 million 200 ming sotilgan. Hozirda 3 million 200 ming so'mdan shunday kelib olib ketaverasiz. Kir mashinani men obunachilarim uchun Quva tumani bo'ylab yetkazib berish hamda o'rnatib berish xizmatlari ham ashi ichida 2 million 400 mingga. O'y. 2 million 400 ming ha, bunaqasi bo'lmagan, tarixda bo'lmagan. Quva bas, viloyat bas, respublikada eng arzon bitovoy texnikalar sotadigan albarakadaman. Sardor ukam, shu gaplar to'g'rimi ayting xalqqa? Manzilni tushuntiribman. Manzilimiz Quva tuman markazida, bitta aylanib kelsalar bo'laveradi. Hamma yoq arzon. Xo'p, mana rayonani orqa tomonida bekat, bu tomon Quva dehqon bozoriga o'tiladi. Bu tomon Skoriyaga ketiladi, to'g'riga Quva tuman markazi ona garant ko'rinib turibdi. Bu tomon chuqur avtozavchasi tushib ketadi. Gazini bosinglar, lakki bosinglar. Qanaqa bitovoy texnika kerak? Arzoni